Click, PayMe, Oson kabi to'lov tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikdagi munosabatlarni tartibga soladi. Ko'plab odamlar UzCardni bank yoki kartani ishlab chiqaruvchi tashkilot deb hisoblaydi. Pul mablag'ini chiqazib bermadi degan murojaatlar kelib tushadi. Shu holatda mijozlar nima qilish kerak deb bera olasizlarmi? 20 mingta tranzaksiya Bizkontaktdan o'tgan edi. Hozirgi vaqtga qaraganda уже 25 millionga oshib ketdi. Endi karta va terminalga o'tsak, karta nima, qanaqa ishlaydi? UzCard bo'lmasa, shunaqa tranzaksiya o'tkazish imkoni yo'q bo'ladi. Faqatgina bank o'zi bu 1% oladi, bank o'zi ishlab o'tiradi, nimaga arzonroq qilmaydi yoki tekin qilmaydi degan savol tug'iladi. Hozirgi paytda sredniy chek 600 ming so'mga yetdi. Bankka pul qo'yish odamni qo'rqishadi. Assalomu alaykum. Zamonaviy to'lovlar murakkab tizim bo'lib, bunga foydalanuvchilar har doim ham katta ahamiyat berishmaydi. Ammo kartadan to'lov qilganimizda, terminaldan foydalanganimizda, bankomatdan pul naqdlashtirganimizda buni ortida qanday jarayonlar sodir bo'ladi? Bunga bugungi ekspertlarimiz UzCard tizimi amaliyot departamenti direktor o'rinbosari Sherzod Umarov hamda Hayot bank chakana biznes departamenti direktori Bekzod Isaqjonov bizga yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suhbatimizni to'lov tizimi to'g'risida ma'lumotdan boshlamoqchi edim. O'zi u nima, O'zbekistonda qanaqa ishlaydi va to'lov tashkilotlaridan farqi nimada? To'lov tizimi bu to'lovlarni to'lov tizimi operatori, to'lov tizimi ishtirokchilari hamda to'lov tashkilotlari ular to'lov tizimini infrastrukturasidan foydalangan holda, uni tartib qoidalariga amal qilgan holda to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi munosabatlar majmui hisoblanadi. Ya'ni ular banklar, to'lov tizimi operatorlari, O'zbekistondagi o'sha UzCard yoki Humo operatorlari hamda to'lov tashkilotlari Click, PayMe, Oson kabi to'lov tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikdagi munosabatlarni tartibga soladi. O'zbekiston Respublikasida to'lov tizimini ishlashini, faoliyatini tartibga soluvchi yuridik shaxs bu to'lov tizimi operatori hisoblanadi. Ya'ni o'sha UzCard yoki Humo operatorlari. O'zbekiston Respublikasida shu to'lov tizimlari, banklar, shu to'lov tashkilotlari orasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga solish vazifasini bajaradi. Endi to'lov tashkilotiga keladigan bo'lsak, to'lov tashkiloti bu bank hisoblanmaydigan to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxs. O'zbekistonda hozirgi kunda 44 ta to'lov tashkiloti ro'yxatga olingan. Bulardan o'sha eng taniqlilari shu Click, PayMe, Oson, Paynet tizimlarini keltirish mumkin. To'lov tizimi operatorlari bilan hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi hamda ular bilan shartnomaga ega bo'lgan, ularga qo'shilgan yuridik shaxslar, ya'ni banklar to'lov tizimi ishtirokchilari hisoblanishadi. To'lov tizimi bu keng qamrovli tushuncha bo'lib, shu aytib o'tganimdek, to'lov tizimida ishtirok etuvchi banklar hamda to'lov tashkilotlari bilan o'zaro munosabatlarni o'sha to'lovlar amalga oshirishda tartibga soladigan bo'lsa, to'lov tashkilotlari esa shu to'lov tizimini ichida faqatgina to'lov amaliyotlarini, to'lov operatsiyalarini amalga oshirishda uchun xizmat ko'rsatuvchi yuridik tashkilot hisoblanadi. Endi UzCard to'lov tizimi to'g'risida gaplashsak, u o'zi qanaqa ishlaydi, qanaqa vazifalarni bajaradi va foydalanuvchi banklarga nima afzallik beradi? Bekzod aka aytganidek, UzCard bu O'zbekiston milliy to'lov tizimi operatori deb hisoblanadi. Ko'plab odamlar UzCardni bank yoki kartani ishlab chiqaruvchi tashkilot deb hisoblaydi. Bu noto'g'ri tasavvur. UzCard bu milliy to'lov tizim. 35 ta bank va 40 taga yaqin to'lov tashkilotligi ekviring va emissiya moliyaviy instrumentlarni yaratib beradigan korxona. Bundan tashqari, foydalanuvchilarga UzCard bu qulay, mavjud va ishonchli. Shu nimada ko'rinadi? Birinchidan, UzCard 7000 ta bankomat to'g'ridan-to'g'ri UzCardga ulangan. Undan tashqari 200 mingtadan terminal ko'p UzCardga ulangan va savdo nuqtalarida o'rnatilgan. Bu nima deydi? Har bitta mijoz karta egasi O'zbekiston bo'ylab mamlakatimizda har xil
savdo do'konlariga kirib o'zini kartasini ishlatsa bo'ladi. Shundan tranzaksiya amalga oshiriladi. Ishonchli deganimizda barcha operatsiyalar xavfsizlik standartlariga javob beradi va infratuzilmda amaliyotga oshiriladi. Keyin banklar uchun UzCard tayyor tizim, ekviring va emissiya funksiyalarini beradigan tizim. Bu nimani bildiradi? Banklar o'zi hech qanaqa xarajatli qilmaydi, UzCardga kelib ulanadi. To'g'ridan to'g'ri va UzCard funksiyalarini, moliyaviy instrumentlarni ishlatadi. U banklarga bitta yaxshi tarafi bor. Banklar o'sha protsessing xarajatlarini to'lab o'tirmaydi. Faqat klientlar bilan to'g'ri ishlab o'tiraveradi. Boshqa taraflari bor. UzCard har yili, har oy yangi servislarni ishlab chiqaradi va o'sha servislarga alohida platforma yuritadi. Shu bilan banklar bilan ishlashi ancha oson bo'ladi. To'lov tizim deganda bizni baribir xayolimizga kundalik o'zi bizni tranzaksiya operatsiya amaliyotlarimizga keladi. Ya'ni bu nima? Naqd pul yechish, to'lovlarni o'tkazish, P2P deymiz, kartadan kartaga. Shunda bankomat qanaqa ishlaydi? Buni yordamida nima amaliyotlar tushunarli naqd pul yechish. Bu bo'yicha ko'proq ma'lumot berib o'ta olasizlarmi? Bankomatdan boshlanganda bankomat o'zi ikki qismdan iborat. Tepa qismi, u texnik qismi deb hisoblanadi. Texnik qismida kompyuter, u asosiy amaliyot o'tkazadigan uskuna, keyin pinpad, pin kodni kiritadigan klaviatura, kart reader, kartani o'qiydigan uskuna va printer degan, u chekni chop etadigan va tranzaksiya amaliyoti bajarilgan masofani ko'rsatadigan uskuna. U tepa qismida bo'ladi va ikkinchi qism u seyf deyiladi. Seyf bu ancha murakkab qism, chunki seyf devorlari eni taxminan 4-5 santimetr yetadi, chunki ikkita listdan iborat va o'rtasida beton qo'yilgan. Seyf ichida texnik tizimlar ham bor. Bu asosiy dispenser deyiladi yoki recycler deyiladi. Pulni beradigan va pulni kirim qiladigan uskuna. O'zi bankomatlar bo'yicha aytsak, ular pul beradigan bankomatlar bo'ladi va pul kirim qiladigan bankomatlar ham bo'ladi. Oddiyroq bankomatlar, an'anaviy u pulni beradigan bankomatlar O'zbekistonda asosan shunaqalar bor. Ular dispenser bilan jihozlangan va dispenserda 4-5 ta kasseta bo'ladi. O'rtacha har bitta kassetada 2000 ga yaqin banknota yig'iladi. Shu bilan hisoblasa, bank 200 minglik so'm banknotalar bilan to'ldirsa, umumiy ob'yom bankomatda 2 milliardga yaqin bo'ladi. Lekin banklar shunaqa ishlamaydi. Chunki mijozlar kimdir 50 ming yechadi, kimdir 5 ming yechadi. Foydalanuvchilarga qulay sharoitlar yaratish uchun banklar har xil nominallarni bankomatga qo'yadi. 5 mingtalik, 10 mingtalik banknotalarni. Shu bilan inkassatsiya jarayoniga kelyapmiz. Bankomatda to'ldiradigan proses juda ham muhim hisoblanadi, chunki inkassator ishi bankomatga to'g'ri pul solish deyilgan. Shunaqa holatlar bo'lganki, o'zi aslida bankomatlarning kassetalari oldindan nastroykadan o'tadi. Har bitta kassetani orqasida qanaqadir banknota turi nastroyka bo'ladi. Shu bilan masalan 10 mingtalik kassetaga faqat 10 mingtalik banknota qo'ysa bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'lganki, 10 mingtalik kassetaga inkassatorlar balki xayol so'rab 100 mingtalik banknotalar qo'ygan. Shu bilan bankomatni yopgan, ishga tushirgan va keyingi birinchi mijoz kelganda 10 ming yechaman desa, уже 100 minglik banknotani olgan. Tushungandan keyin 10 ming so'mni повторно yechgan va yaxshi ham bank tez bilib kelib blokirovka qilgan bankomat. Bu nimaga keltiradi? Bank zarar oladi. Bankomatlarning tranzaksiya to'g'risida gapirganimizda, bu birinchi masala bu sredniy chek degani. Hozirgi paytda sredniy chek 600 ming so'mga yetdi. Lekin 3-4 yillik oldin amaliyotlarni qarab chiqqanimizda o'rtacha chek taxminan 300 mingga yaqin edi. U nima deyapti? Hozirgi paytda bankomatlarning soni ko'payyapti, tranzaksiya soni ko'payyapti, o'rta chek ham ko'payyapti. Bu talab ko'payishini bildiryapti. Sherzod aka, o'rtacha chek deganda bu kun davomida foydalanuvchilar qancha summa o'rtacha bitta odam yechishi, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi? To'ppa-to'g'ri sredniy arifmetический degani. Lekin biz hisoblaganimizda 1 oylik olamiz. 1 oylik qancha
umumiy tranzaksiya bo'lgan, qancha umumiy summa yechilgan. O'shan bo'lganda o'rtacha chek chiqadi. To'g'ri, bizani aholi ko'proq naqd pul ishlatishga baribir o'rgangan. O'zi statistika bo'yicha naqd pul aylanma O'zbekistonda 60% ga yaqin. Degani naqdsiz amaliyotlarni bajaryapmiz, u 40% ga yaqin bo'lsa ham bizda ancha ko'p perspektiva bor rivojlantirishga. Naqdsiz tizimni. Rahmat. Keyin siz o'sha juda qiziq texnik parametrlarini gapirib o'tdingiz. Bunda xavfsizlik katta ahamiyatga ega. Bunga kim mas'ul va qanchada tekshirib boriladi, masalan, kim bunga ahamiyat beradi ko'proq, banklar tarafdanmi, balkim yoki Uzcard tizimini ham o'zini qanaqadir yasalgan tizimi mavjudmi? Xavfsizlik ikkita taraflama. Birinchidan bank tarafdan, chunki bankomat o'zi bankka tegishli. Bank o'zi sotib oladi, joyini topadi, o'rnatadi. Shunga qaraganda xavfsiz joyini topib, kamera o'rnatib, aniq o'sha joy xavfsiz bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchi taraflama bu bankomat bilan protsessing markazi o'rtasida aloqa. O'sha aloqa qo'shimcha nastroykalar bilan jihozlanadi. Biza Uzcard tarafdan VPN kanal aloqa beriladi, bankomatga ulanadi va bankomat to'g'ridan to'g'ri Uzcardga ulanadi. VPN aloqa bu degani o'rtasida hech kim ulana olmaydi va bankomat o'rtasida va to'lov tizimi o'rtasida ma'lumotlar aylanmalarini ololmaydi degani. Rahmat Sherzod aka javob uchun. Bank tarafdanchi bankomatlar yoki post terminallar o'rnatilganda nimalarga ahamiyat beriladi? Joylashuvi qanaqa tanlanadi va qanaqa omillarga qarab qaror qabul qilasizlar? Endi bank taraflama qaraydigan bo'lsak, har bir bank bankomat o'rnatishdan oldin analiz qiladi. Birinchi o'rinda bankomat joylashuvi, ya'ni lokatsiyasi, odamlar, gavjum joylar, savdo markazlari, bozorlar, shunga o'xshash joylar tanlanadi asosan. Keyin xavfsizlik taraflama e'tiborga olinadi. Ya'ni xavfsiz joyda yetarlicha kameralar bilan jihozlanganmi, yo'qmi, o'g'irlik holatlarini oldini olish maqsadida xavfsizlik choralari ko'riladi. Keyingisi o'sha aholi qanchalik o'sha bankomat joylashgan, o'rnatiladigan joyda qanchalik aholi gavjumligi hisobga olinadi. Ya'ni bankomat qo'yishdan maqsad qo'shimcha daromadni ko'paytirish, bankomat orqali o'tadigan tranzaksiyalar hisobiga. Shuning uchun qancha ko'p tranzaksiya bo'lsa, bank ham shuncha ko'p daromad oladi. Shuning uchun o'sha odam, aholi ko'p yashaydigan joylar, aholi ko'p kirib chiqadigan joylar hisobga olinadi. Undan tashqari bankomatlarni joylashtirishda agar u savdo markazlari bo'ladigan bo'lsa, asosan bankomatni o'zi joylashtiriladi o'sha savdo markazlariga kirish chiqish joyiga. Agar ko'chada ochiq joyda joylashtiriladigan bo'lsa, maxsus jihozlangan budkalar bilan joylashtiriladi. Ya'ni budkani ichida shu konditsioner bilan jihozlanadi, chunki bankomat ma'lum bir temperaturada ishlashi ta'minlash kerak. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, nosozliklar kelib chiqishi mumkin. Keyin bankomatlar joylashtirishda ularda yana funksiyalari ham hisobga olinadi. Ya'ni bankomatlar sotib olishda, bankomatlar bizda O'zbekiston hududida asosan Sherzod aka aytganlaridek o'sha naqd pul berish operatsiyalariga moslashgan bankomatlar asosan, lekin bundan tashqari bankomatlarda kartani naqd pul bilan to'ldirish, to'lovlarni amalga oshirish funksiyalari ham mavjud. Bu funksiyalar mijozlar uchun qo'shimcha qulayliklar yuzaga keltiradi. Ya'ni qo'lingizda naqd pul bor, sizda tezkor holatda o'sha kartadan to'lov qilishingiz kerak bo'lgan holatda shu to'ldirish funksiyasi bor bankomat orqali kartangizni istalgan vaqtda o'sha 24 soat xohlagan paytda to'ldirib yoki bo'lmasa o'sha to'lovlarni amalga oshirish, kommunal uchun, telefon, internet uchun to'lovlarni amalga oshirib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Men bilishimcha valyuta ayirboshlash funksiyasi ham bor bankomatlarda. Bundan tashqari bankomatlarda aytib o'tganingizdek valyuta ayirboshlash funksiyasi ham mavjud. Bu asosan o'sha xorijiy valyutani so'mga almashtirish uchun ishlatiladi. Kursi ham bank kursidan unaqa katta farq qilmaydi. Ya'ni mijoz uchun qulay kurslarda amalga oshiriladi. O'sha xohlagan paytingiz qo'lingizda valyuta bor, so'm kerak bo'lsa, bankomat orqali uni ayirboshlab so'm bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa shanba, oddiy kunlar. Shanba, oddiy kunlari o'sha banklar ishlamagan paytda yoki
kechqurun payt 5 soat 5 dan keyin o'sha ayirboshlash shoxobchalar yopilgandan keyin istalgan bankomat o'sha ayirboshlash funksiyasi bor bankomat orqali bu amaliyotni bajarish mumkin. Va mana Sherzod aka aytib o'tganlaridek bir necha milliardgacha pul joylash mumkin bankomatga. Uni ochish yoki buzish holatlari bo'lganmi va bundan qanaqa saqlanadi bank? Bunaqa holatlar ham uchrab turadi, afsuski. Endi bu narsa o'sha bankomatni buzish yoki pulni o'g'irlashga qaror qilgan insonni yetarlicha malakaga ega bo'lmasligi oqibatida kelib chiqadi. Ya'ni o'ylaydi bankomatda katta pul bor, uni o'g'irlab bemalol ishlatishi mumkin deb o'ylashadi, lekin har bitta bankomatda o'zida kamerasi ham bo'ladi. Undan tashqari bankomat atrofiga ham aytib o'tganimdek kamera o'rnatiladi. Bunaqa holatda tezkor ravishda o'sha kameralar orqali bankomatda o'zini xotirasidagi saqlangan ma'lumotlar orqali o'g'irlik holatlarini tezkor ravishda aniqlab bartaraf etish mumkin bo'ladi. Qo'shimcha aytmoqchi edim, xavfsizlik masalasi bo'yicha Bekzod aka aytgandek, bankomatlar yana ichida 3-4 ta datchika bor. Bunisi buzilganda signal beradi va har bitta amaliyot, bankomatda oshiriladigan amaliyot log faylga yozib o'tiladi. Nima bankomatda bo'lsa ham, ochilsa ham, sinsa ham, svet o'chsa ham o'sha narsa yozilib, keyin tekshirib o'tsa bo'ladi. Bankomatlar noqonuniy ochilgan bo'lsa, datchiklar signal berib yuboradi. Rahmat kattakon javob uchun. Va bilaman, kol markazlariga, banklarnikiga ko'p murojaatlar tushadi. Oddiy aholidan karta qolib ketdi bankomatda yoki kartamdan pul yechildi-da, lekin menga pul mablag'ini chiqazib bermadi degan murojaatlar kelib tushadi. Shu holatda mijozlar nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, shuni tartibini ham aytib bera olasizlarmi? Bu bo'yicha javob beradigan bo'lsak, o'zi har bitta bankomatda majburiy ravishda o'sha Markaziy bank tomonidan tasdiqlab qo'yilgan o'sha bank haqida ma'lumot, qaysi bankka tegishli, bu bankda ko'l markazi haqida ma'lumot, ya'ni ko'l markazi raqamlari, qaysi to'lov tizimlarida ishlaydi, Uzkartda yoki Humoda ishlaydi, o'sha haqida ma'lumot logotiplari bilan yopishtirilgan ma'lumotlar bo'lishi bu majburiy. Va yana qanaqa amaliyotlar bajarsa bo'ladi. Bu pul yechishmi, pul to'ldirishmi, valyuta ayirboshlashmi, har bitta amaliyotni o'sha keltirib ketiladi. Endi o'sha bankomatda kartani yutib yuborgan taqdirda yoki pul yechilib kartadan mijozga pulni bermagan taqdirda o'sha bankomat aytganimdek ustida ko'rsatilgan raqamlar orqali bankomat tegishli bankka murojaat qilinadi va bankning mas'ul xodimlari o'sha joyida chiqib shu uzog'i bilan ertasi kunning o'zida o'sha yuzaga kelgan nosozlikni karta yutib yuborgan bo'lsa kartani chiqarib berish yoki o'sha pul yechilib berilmagan bo'lsa pulni berishni amalga oshirishadi. Endi karta yutib yuborilishiga sabab pin kod noto'g'ri terilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa holatlarda qanaqadir bankomatda o'zida nosozlik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shu kabi holatlarda xavfsizlik nuqtai nazaridan kartani yutib yuboradi. Chunki karta o'g'irlangan karta bo'lsa, begona odam pul yechib olmasligi uchun o'sha 3 marta noto'g'ri tergan taqdirda bankomat yutib yuboradi va kartani egasi bankka murojaat qilgan taqdirda kartani egasini identifikatsiya qilib, bank xodimi kartani qaytarib beradi. Ya'ni shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan identifikatsiya qiladi va kartani egasiga qaytarib beradi. Aytganidek, 3 xil bankomatlar bor. Ularning o'rtasida ham farq bor. Birinchi bankomat bu cash out bankomat, pulni chiqarib beradigan, O'zbekistonda eng ko'p bor bankomatlar. Ikkinchi xil bu cash in cash out bankomatlar, recycler o'rnatiladi ichida va o'sha bankomatlar pulni kirim qilsa bo'ladi va pulni kartadan yechsa bo'ladi. Uchinchi xil bankomat bu VTM deyiladi. Pul ishlashidan tashqari ular karta ham chiqarib bera oladi, omonat ochsa bo'ladi va kredit ochsa bo'ladi ichida. Bankomatlar to'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'ldik. Sizlarga rahmat kattakon. Endi karta va terminalga o'tsak, karta nima, qanaqa ishlaydi, qatlarda ishlatsa bo'ladi? Bank kartasi bu kartani egasi karta orqali to'lovlarni amalga oshirish, naqd pul yechish yoki naqd pul bilan to'ldirish, valyuta ayirboshlash amaliyotlarini amalga oshirish va bundan tashqari o'sha bank kartani chiqargan bank tomonidan belgilangan yana boshqa amaliyotlarni amalga oshirish imkonini beruvchi to'lov vositasi hisoblanadi. Hozirgi kunda kartalar hayotimizda katta muhim rol o'ynaydigan vosita bo'lib xizmat qiladi.
chunki kartalar orqali to'lov qilish qulayligi naqd pulga nisbatan ancha oshgan. Bundan tashqari kartalarda xavfsizlik funksiyalari bor. Karta o'g'irlangan taqdirda uni mobil приложение yoki banklarning ko'l markazlari orqali istalgan paytda blokka qo'yish imkoniyatlari mavjud. Endi kartalarni turlariga keladigan bo'lsak, kartalar asosan debit, kredit kartalari hamda virtual kartalarga bo'linadi. Debit kartasi bu o'sha kartadan foydalanuvchi faqatgina o'zini mablag'lari hisobiga ishlatishi mumkin bo'lgan karta hisoblanadi. Masalan, kartangizga oylik tushdi yoki o'zingiz naqd pul bilan to'ldirdingiz, o'sha kartangizda mavjud bo'lgan qoldiqni ishlatish imkoniyatini beradi. Kredit kartalari bo'lsa, o'zi nomi bilan ma'lum, o'zingizda mablag'laringizdan tashqari bankdan kredit hisobiga olgan mablag'laringizdan ham, ya'ni qarz sifatida olingan mablag'lar hisobiga ishlashi mumkin. Ya'ni bu kartalar o'sha bank sizga ma'lum bir miqdorda limit ajratadi. O'sha limit doirasida ishlatishingiz mumkin bo'ladi va kartaga pul tushirganingizda o'sha ishlatilgan limit to'ldirilib, ma'lum bir o'sha bank tomonidan belgilangan muddat ichida qaytadan yana to'ldirilib boradi. Bundan tashqari virtual kartalar mavjud. Virtual kartalar bu o'sha qo'lingizda ushlash imkoniyati yo'q, faqatgina o'sha banklarning mobil ilovalari orqali ochib, mobil ilovalarga ulagan holda onlayn to'lovlarni yoki o'tkazmalar amalga oshirish imkoniyatini beruvchi kartalar. Yaxshi kredit karta bo'yicha ma'lumot berishni boshladingiz va shuni kengroq yoritib bera olasizmi? Qaysi prinsipli tamoyilga asosan kredit ajratiladi? Limitni qanaqa olsa bo'ladi? Yaxshi savol. Kredit ajratish jarayoni mijoz bankka murojaat qilganda bank xodimi tomonidan mijoz shaxsini tasdiqlovchi hujjat orqali identifikatsiya qilinadi. Identifikatsiyadan o'tgandan keyin har bitta bankda o'zini maxsus scoring tizimi mavjud. Scoring tizimi bu nima? Scoring tizimi mijozni to'lovga qobiliyatliligini, unga kredit ajratish mumkinmi yoki yo'qmi, shuni baholab beruvchi maxsus bir kompleksli tizim hisoblanadi. Bunda kredit ajratish jarayonida mijozni daromadi bor yo'qligi, o'sha rasmiy daromadga egami yoki yo'qmi, uni yoshi, yashash manzili, ish joyi, oilaviy ahvoli, shu kabi kriteriyalar hisobga olinadi. Va shu kriteriyalarga mos keladigan mijoz bo'lsa, unga o'sha daromadidan kelib chiqib kredit ajratish mumkin. Bundan tashqari yana o'sha boshqa kreditlar olganmi yoki yo'qmi, ular ham hisobga olinadi va shulardan kelib chiqqan holda kredit uchun limit ajratiladi. Hozirgi kunda jismoniy shaxslar uchun kredit summasi 100 million so'mgacha belgilangan, ya'ni mikroqarz bo'lsa bo'ladi. Istalgan bankda onlayn yoki offlayn bankka tashrif buyurib yoki o'sha mobil ilovalar orqali shu kriteriyalar hisobga olingandan keyin mijozga ma'lum bir limit ajratiladi. Bo'lmasam kredit limitini ko'proq nimaga sarflash to'g'riroq deb o'ylaysiz? Tranzaksiyalargami yoki naqdlashtirib ishlatgan ma'qulmi? Endi kredit kartalari asosan o'sha bankni hamkor tashkilotlarida foydalanish uchun beriladi. Ya'ni to'lov amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Bu o'sha jismoniy shaxslar uchun ma'lum bir maqsadda nimadir sotib olishingiz uchun yoki boshqa to'lovlar amalga oshirishga mo'ljallangan. Kredit kartasidan albatta tranzaksiya amalga oshirish ham mumkin yoki uni naqdlashtirib olish imkoniyati ham mavjud. Lekin bunaqa tranzaksiyalar uchun banklar odatda yuqori komissiya qo'yishadi. Demak, kredit kartadan narsa xarid qilgan mijozlarga to'g'riroq va qulayroq bo'ladi. To'g'ri tushundimmi? Kredit karta orqali o'zi uchun kerakli uy jihozlari bo'lishi mumkin, mebel bo'lishi mumkin yoki qanaqadir kompyuter texnikalari bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar sotib olganda hech qanaqa qo'shimcha komissiyalarsiz, qo'shimcha xarajatlarsiz to'lovlar amalga oshirish mumkin bo'ladi. Boshqa tranzaksiyalar amalga oshirilganda, pul o'tkazmasi qilinganda yoki kartadan naqdlashtirib olinganda banklar odatda yuqori komissiyalar qo'yishadi. Bu ham albatta o'sha bank kredit kartasini
maqsadli yo'nalishda ishlatish uchun ko'rilgan chora hisoblanadi. Rahmat Bekzod aka. Va siz yana 3-turi to'g'risida gapirib o'tdingiz, ya'ni virtual karta. Bu biz uchun yangi mahsulot. Shu bo'yicha ko'proq batafsilroq ma'lumot bera olasizmi? Qanaqa ochiladi? Uni mijozi o'zi ocha oladimi? Virtual kartalar ham oddiy o'sha qo'limizda ushlab turgan karta bilan bir xil funksiyani bajaradi. Faqatgina qo'lingiz bilan ushlay olmaysiz. Uni faqat o'sha mobil ilovalarda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Virtual kartani ochish uchun bir qancha banklarimizda hozirgi kunda o'z mobil ilovalarida virtual karta ochish imkoniyati mavjud. Virtual karta ochish uchun o'sha mobil ilovadan foydalangan holda kerakli ariza beriladi bankka. Bir necha daqiqa ichida karta ochiladi va uni mijoz o'zi mobil ilova orqali aktivlashtirib, xohlasa shu mobil ilovada, xohlasa boshqa mobil ilovalarda yoki bo'lmasa internet to'lovlarda, saytlarda, internet saytlarida to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari o'sha hozirgi kunda ayrim banklarimizda QR kod orqali bankomatlarda foydalanish imkoniyati ham mavjud. QR kodni skaner qilish orqali virtual kartadan naqdlashtirish amaliyoti yoki pul to'ldirish amaliyotlarini ham bajarish imkoniyati bor. Ya'ni oddiy kartalarga o'xshab hamma joyda ishlatsa bo'ladi virtual kartani. Xuddi shunaqa virtual kartaning endi oddiy kartadan afzallik taraflari ham bor. Bu bankka borib ketadigan vaqtingizni yoki bo'lmasa kartani zakaz qilib, uni tayyor bo'lib sizga kelgungacha ketadigan vaqtingizni tejaydi. O'sha aytib o'tganimdek, bir necha daqiqa ichida virtual karta sizga ochilib, bemalol aktivlashtirib ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Foydalanuvchi tarafidan kartani nimaligini bildik. Iloji bo'lsa, texnik parametrlarini ham karta bo'yicha bizga tushuntirib bersangiz. Bank kartasi o'zi nima degani? Texnik tarafdan bu mijozning hisob raqamiga kalit. O'sha kartani ichida mijozning familiya ismi, karta raqami, karta amal muddati, CVC kod, bu orqada 3 raqamli xavfsizlik kod kartani o'ziga yoziladi. Karta nimadan iborat bo'ladi? O'sha chip va aytilgan 4 parametrlardan. Shundan tashqari kartalar bo'yicha o'zi 3 xil tranzaksiya o'tkazsa bo'ladi. Birinchisi u chip ishlatuvchi karta, chipdan tranzaksiya o'tadi va har chipda nima bo'lgan informatsiyani o'qib protsessing markaziga yuboradi. Ikkinchi xil bu beskontakt, kartani yaqinlashtirilgandan keyin karta o'qiladi va o'sha chipda yozilganlarni avtorizatsiyada yuboradi. Uchinchi xil bu eskiroq xil magnitniy polasa deyiladi. Magnitniy polasa o'tkaziladi terminal o'zidan. Magnitniy polasada karta raqami bilan amal muddati yoziladi. O'sha parametrlar protsessing markaziga yuboriladi. Protsessing markaziga kelgan ma'lumotlar birinchidan tekshiriladi. Karta raqami bormi protsessing markazida, yo'qmi? Emitent tarafda. Bor bo'lsa, statusi qanaqa? Blokirovkadan o'tganmi yo blokirovkada emasmi? Blokirovkadan o'tgan bo'lsa, tranzaksiya taqiqlanadi. Blokirovkadan o'tmagan bo'lsa, balansi tekshiriladi. Karta egasini balansi mavjud bo'lsa, yetarli bo'lsa, o'shanda tranzaksiya tasdiqlanadi va terminalga yuboriladi. Bu texnik taraflari. O'zi biz bugun ko'p emitent bo'yicha, ekvayr bo'yicha gaplashdik. Balki o'sha terminalni tushuntirishimiz kerak. Oddiy holatda olamiz. Misol, biz do'konga kelyapmiz. Do'konga kelganimizda sotuvchi bo'ladi. Sotuvchida terminal bo'lsa, bu merchant deb hisoblanadi. Terminal egasi. Terminalni bergan bank ekvayr deb hisoblanadi. Boshqa tarafda xaridor karta egasi deb hisoblanadi. Kartani chiqarib bergan bank uje emitent deb hisoblanadi. Bu to'lov tizimida asosiy ishtirokchilari. Emitent, ekvayr, karta egasi va merchant. Aytganimdek, magnitniy polasa degan kartalar bor. Hozir kamayyapti. Nimaga kamayyapti? Birinchi asos bu xavfsizlik. Chunki magnit polasa oson nusxani olsa bo'ladi va boshqa kartaga yozsa bo'ladi. Bu oldin tez qaytarilgan holatlar
Masalan, klient bitta mamlakatda bo'lib, karta egasi o'sha yerda kartasi oldida bo'lib tranzaksiya amalga oshiryapti, lekin o'sha vaqtda, o'sha daqiqada boshqa mamlakatda tranzaksiya o'tyapti o'sha karta bilan. Bu degani kartadan nusxa olingan, boshqa joyda berilgan, o'sha karta boshqa mamlakatda tranzaksiya o'tkazmoqchi bo'lgani. Lekin hozirgi paytda antifrod degan sistema bor. Har bitta protsessingda shunaqa holatlarni oldindan oladi. Chunki nastroyka paytida shunaqa to'g'ri qoidali antifrod sistemaga o'rnatiladi va shunaqa holatlar oldindan olinadi. Yangi texnologiya kelyapti. O'zbekistonda beskontakt anchadan beri kelgan, 2020-yildan mavjud. Hozirgi paytda mijozlarning odatlari o'zgarmoqda va beskontaktlarni tez-tez ishlatadi terminalida yoki bankomatlarda. Misol 2020-yilda bir oyda 20 mingta tranzaksiya beskontaktdan o'tgan edi. Hozirgi vaqtga qaraganda уже 25 millionga oshib ketdi beskontakt tranzaksiyalar soni. Bu degani mijozlarning odatlari o'zgaryapti, mijozlar oson yo'l bilan tranzaksiyani amalga oshiryapti. Sherzod aka, siz hozir shu savdo shoxobchalari, ya'ni merchantlar terminallar bilan jihozlanganini aytib o'tdingiz. Terminallar to'g'risida ko'proq ma'lumot bera olasizmi, Behzod aka? Albatta, terminal bu karta egasini o'sha xizmat ko'rsatish yoki savdo shoxobchalarida bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish hamda amalga oshirilgan operatsiyalar bo'yicha cheklarni shakllantirish imkonini beradigan maxsus qurilma hisoblanadi. Terminal bilan banklar qanday bog'langanligi xususida aytib o'tsak, terminal olish uchun eng avvalo o'sha xizmat ko'rsatish yoki savdo shoxobchasi o'zi xizmat ko'rsatuvchi bankka ariza bilan murojaat qiladi. Bank 10 ish kuni ichida bu arizani ko'rib chiqib, mijozga terminal taqdim etadi. Terminal taqdim etish jarayonida mijozni identifikatsiya ma'lumotlarini, ya'ni mijozni nomi, o'sha korxonaning nomi, uni rahbari to'g'risida ma'lumotlar, uni joylashgan joyi, faoliyat ko'rsatish sohasi, savdo bilan shug'ullanadimi, xizmat ko'rsatish sohasimi yoki boshqa sohami, hamma ma'lumotlarni bankning o'zining bazasida kiritadi hamda o'sha terminalni ana shu mijozga bog'lab beradi. Bu terminal mijozga bog'langandan keyin o'tkazilgan har bir tranzaksiyalar bo'yicha hisob-kitoblar o'sha mijozni bankdagi hisob raqami orqali aylanadi. Begzod aka aytgandek, har xil terminallar bor. Texnik tarafdan ularni ham qarab chiqamiz. Bu an'anaviy terminalni, biz ko'rgan terminal, u post terminal deb hisoblanadi. Texnik tarafdan. Ikkinchi xili bor, bu e-post terminal, elektron terminal, u onlayn do'konlarga beriladi va mobil ilovaga beriladi, o'sha yerda ishlatiladi. Uchinchi xil, bu O'zbekistonga yangi kelgan terminallardan biri mPOS deyiladi. U mobil terminal, smartfon yoki planshetlarga o'rnatilgan ilova, iOS yoki Android sistemalari bilan birgalikda ishlaydi. Shunaqa terminallar asosan kichik biznes yoki chakana savdo tashkilotlariga beriladi. Ko'rib o'tyapmiz, ya'ni millionlab, milliardlab tranzaksiyalar bir kunda o'tadi. Ya'ni bu mobil ilovadan o'tkazmalar, naqd pul yechish operatsiyalari. Bu juda katta oqim. Bu tizimni boshqarish qanday ro'y beradi? Ya'ni Uzcard tizimini bunda roli qanaqa va bank o'rtasida qanday jarayon ko'zda tutilgan? Moliyaviy operatsiyalarni boshqarish tizimi o'sha ko'plab komponentlardan iborat bo'lib, bu o'sha ma'lumotlarni yig'ish, ma'lumotlarni ishlash, saqlash va uzatish kabi ko'plab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bulardan to'liqroq aytib o'tadigan bo'lsak, ma'lumotlarni yig'ish, ya'ni o'sha moliyaviy operatsiyalar bo'yicha amalga oshirilgan ma'lumotlarni yig'ish jarayoni hisoblanadi. Mijozlarni banklarda onlayn tarzda mobil ilovalar orqali yoki internet saytlari orqali amalga oshirilgan operatsiyalarni yig'ish jarayoni. Keyingisi ma'lumotlarni saqlash. Bu o'sha yig'ilgan ma'lumotlarni ma'lum bir server va bazalarda saqlash jarayoni hisoblanadi. Keyingisi ma'lumotlarni ishlash. O'sha yig'ilib saqlangan ma'lumotlar qayta ishlanadi.
ma'lumotlarni ishlashda o'sha tizim ma'lumotlarini analiz qilish, hisob kitob qilish, ma'lumotlar uzatish jarayoni. Bunda qayta ishlangan ma'lumotlar real vaqt rejimida banklar va o'sha to'lov tashkilotlari o'rtasida uzatiladi hamda ularda o'sha monitoring amalga oshiriladi. Rahmat Behzod aka. Va Uzcard tarafdan bu tizim qanaqa yo'lga qo'yilgan? Ya'ni pul jo'natuvchi bank boshqa bo'lishi mumkin, pul qabul qiluvchi bank boshqa bo'lishi mumkin. Shuni ham tushuntirib bera olasizmi? Albatta. Har bitta bank, 35 ta bank O'zbekistonda bor. Uzcardga ulangan ekvayr va emitent bo'lib hisoblanadi. Va Uzcard avtorizatsiya tranzaksiyani amalga oshirayotgan paytda bank nomidan ishlaydi. Bu nima degani? Bu degani bank kartalari, merchantlari Uzcard tizimida ham saqlanadi va tranzaksiya amalga oshirilayotgan vaqtda Uzcard bank nomidan tranzaksiyani avtorizatsiyasini bajaradi. Birinchi etapda avtorizatsiyada, ikkinchi etapda u hamma kunma-kun tranzaksiyalarni yig'ib banklarga tarqatadi. Chunki banklarning ichida o'zini sistemasida mijozlarning hisoblarini to'ldirib yoki kamaytirish kerak. Vaqtida to'ldirib, vaqtida kamaytirish kerak. Bu tranzaksiya jarayoni. O'zi oddiy holatni misolini keltirib beraman. Do'konga kirganimizda O'zbekistonda farqi yo'q. Qanaqa kartadan tranzaksiyani o'tkazasiz. Uzcard bo'lsa, Uzcard terminalidan o'taveradi. Hech kim qaramaydi qaysi bankdan karta chiqarilgan, qaysi bankdan terminal berilgan. Uzcard bo'lmasa yoki to'lov tizim bo'lmasa, shunaqa tranzaksiya o'tkazish imkoni yo'q bo'lardi. Chunki har bitta bank har bitta savdo nuqtalariga o'zini terminallarini ustanov qilishi majburiy edi. Misol, men bank A dan kartani olgan bo'lsam, do'konga kelib faqat bank A terminallarida tranzaksiya o'tkazishim mumkin edi. Bu nimaga keltirardi? Har bitta sotuvchi majburiy har bitta bankka borib terminalni olish kerak edi. O'zida 30 ta 35 ta terminal ishlatib turish kerak. O'shandan keyin naqdsiz tranzaksiyalar kamayib ketadi, chunki hech kimga shunaqa xarajatlar kerak emas. Hech qanaqa sotuvchiga farqi yo'q, bo'y do'konga, restorangami hech kim unaqa ko'p terminallarni olib o'tirmaydi. To'lov tizimi borligiga har bitta chakana savdo yoki do'konlarda imkon bor bitta terminaldan har xil kartalardan tranzaksiya o'tkazish. Biz Uzcard deganimizda u faqat Uzcard kartalar emas, Uzcard terminallarida milliy to'lov tizimlarini kartalari ham o'tadi. Visa, Mastercard, UnionPay. Mana Sherzod aka, siz turli xil banklar bilan ishlaysiz. Aytib o'ta olasizmi, Uzcard tizimi ushbu banklar bilan texnik va operatsion tarafdan qanaqa ishlaydi, qanaqa jarayonlar yuz beradi oralida? Uzcard bu yuklamasi yuqori bo'lgan to'lov tizimi hisoblanadi. Kun davomida 10 million tranzaksiyadan ortiq operatsiya o'tadi va 18 milliondan ziyod kartalarga xizmat ko'rsatiladi. Bu degani Uzcard infratizimi shu ob'yom tranzaksiyalarga tayyor bo'lishi kerak. Infratizimi nimadan iborat bo'ladi? Birinchidan, u data centerda. Data centerda Uzcard data centerlarida 100 tadan ortiq serverlar mavjud. Har bitta serverda oyda 10-20 terabaytdan ortiq ma'lumotlar yig'ilib ko'payadi har bir oyda. Keyin Behzod aka aytgandek, har bitta serverda o'zining nusxasi bo'ladi. Bu nimaga kerak? Bitta server uzilsa, ikkinchi serverga avtomat ravishda hamma amaliyotlar o'tib ketadi va oddiy mijozlar uzilishlarni sezmaydi. Bundan tashqari, dasturiy ta'minotni va servislarni yil davomida rivojlantirish kerak. Oxirgi yilda Uzcardda yangi servislar paydo bo'ldi. Bu QR kod orqali 50 mingtadan terminal
50 ming terminaldan oshiq savdo nuqtalarida tranzaksiya oshirishi mumkin. Undan tashqari hozirgi paytda UzCardda 3 ta xalqaro to'lov tizimi mavjud. Bu Visa, UnionPay va Mastercard. Va bu yil, keyingi yil bizda planda yana 2 ta to'lov tizimi qo'shish. Shu operatsiyalar va servislar alohida qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Hamda asosiy masala, bugungi kunda masalari bu kiberxavfsizlik. Kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlari bor. PCI DSS birinchidan UzCard sertifikatsiyani o'tish kerak. Yilida bir marta o'tiladi. Aytilgandek antifrod sistema kunma-kun ishlash kerak. 24/7 texnik tarafdan yana inson sharoitlari bor. UzCardda 200 tadan ortiq professional ishlaydi. Ya'ni ularni ham ko'nikmasini oshirib borish va professional kompetensiyasini rivojlantirish uchun ham mablag'lar ajratiladi. Shuni ichiga kirgan. To'g'ri. Va bunda banklarni, masalan, shu tranzaksiyalarni narxini shakllantirishda banklar qaysi omillarga qarab baholaydi? Shu bo'yicha ham ma'lumot bera olasizmi? Har bitta o'tadigan tranzaksiyadan to'lov tizimi tomonidan belgilangan tariflarga asosan bankdan xizmat haqi olinadi. Bank ham o'z navbatida xizmat, ya'ni tranzaksiya uchun komissiyalarni belgilashda shu omillarni inobatga olgan holda o'z xarajatlarini qoplaydigan hamda ma'lum miqdorda daromad ko'radigan miqdor ko'rinishida o'sha komissiya belgilaydi. Bekzod aka, shunda UzCard tizimi bilan uzoq muddatli hamkorlik bank uchun qanaqa ahamiyatga ega? UzCard bilan hamkorlik uzoq muddatli istiqbolda banklar uchun bir qancha muhim ahamiyatlarga ega. Shulardan to'lov infratuzilmasini keltirish mumkin. Bundan tashqari mijozlar bazasini kengaytirish, ya'ni UzCard bilan hamkorlik qilish orqali o'sha kartalar chiqarish yoki boshqa xizmatlar ko'rsatish orqali banklarga o'sha qo'shimcha mijozlar oqimini olib kelish imkoniyati mavjud. Yana innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshirish. Bu nima degani? UzCard tizimi doimiy ravishda o'z infratuzilmasini rivojlantirish va innovatsion qarorlar qabul qilishda yetakchi tizim hisoblanadi. Banklar ham o'z navbatida UzCard bilan hamkorlik orqali mijozlarga yangi innovatsion loyihalarni, boshqa banklar bilan raqobat qila oladigan loyihalarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bundan tashqari xalqaro to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda UzCard tizimida o'sha xalqaro to'lov tizimlaridan Mastercard, UnionPay kabi tizimlar bilan hamkorlikda kartalar chiqarish yoki to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Bu nima degani? Banklarda, xususan Hayot bankda ham co-badging kartalarini chiqarish imkoniyati bor. Visa bilan hamkorlikda o'sha UzCard, Mastercard kartalari mijozlar o'zlari uchun chiqarib foydalanish imkoniyatiga egalar. Co-badging kartalar nima degani? Co-badging karta bu ikkita to'lov tizimida ishlaydigan karta. Masalan, UzCard, Mastercard kartasini oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi hududida oddiy UzCard bo'lib ishlaydi. O'sha so'mdagi to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Kartani hisob raqami bitta o'sha so'mda yuritiladi va kartangizda mavjud milliy valyutadagi so'm orqali chet elda ham dunyoning 200 dan ortiq davlatida kartadan foydalanish imkoniyati mavjud. Ya'ni chet elda to'lovlar qilishingiz mumkin, nimadir xarid qilishingiz mumkin. Bunda o'sha to'lov tizimida belgilangan kurs orqali o'sha qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatning valyutasiga avtomatik konvertatsiya qilgan holda kartangizdagi balansidan so'm yechib olinadi. Siz alohida qo'lingizda dollar ko'tarib yoki alohida boshqa valyutli karta olishingizga hojat qolmaydi. Bundan tashqari ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni UzCard tizimi bilan hamkorlikda o'tgan tranzaksiyalarni tahlil qilish, shu mijozlarni yoshi, ularning jinsi yoki qaysi sohadaligidan kelib chiqqan holda kim qaysi yo'nalishda qanaqa tranzaksiyalar amalga oshirayotganligini tahlil qilishi mumkin bo'ladi va albatta bankni brendi va imiji uchun qo'shimcha yordam beradi.
ayniqsa yangi tashkil qilingan banklar UzCard tizimi bilan hamkorlikda yangi loyihalarni chiqarish orqali o'z brendini, imijini yana ham mustahkamlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozir mijozlar uchun qulayliklarni gaplashib o'tdik, biroq foydalanuvchilar uchun yana bitta alohida ahamiyatga ega bo'lgan narsa, ya'ni komissiyaga to'xtalib o'tmoqchiman. Nima uchun bepul emas? Hammada uyg'onadigan savol mijozlarda. O'rinli savol bo'ldi. To'g'ri, bu yerda oddiy bankomat naqdlashtirish operatsiyasi misolida ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda ko'p banklarda kartadan naqdlashtirish operatsiyasi uchun 1% komissiya qo'yilgan. Endi ko'pchilikda shu fikr uyg'ongan, ya'ni faqatgina bank o'zi bu 1% oladi, bank o'zi ishlab o'tiradi, nimaga arzonroq qilmaydi yoki tekin qilmaydi degan savol tug'iladi. Bu komissiya qo'yilgan sababi 1% asosan ham to'liq asosiy qismi bu bankni xarajatlarini qoplash uchun ketadi. Bu yerda nima elektr energiya, bankomatni joylashtirish uchun ketadigan o'sha arenda xarajatlari kiradi. To'lov tizimiga to'lab beriladigan xarajatlar kiradi. Bundan tashqari o'sha bankomatlarni texnik qo'llab-quvvatlash uchun ketadigan xarajatlar, ular buzilishi hisobga olinadi. Buzilganda yoki qaysidir ichidagi zapchastlarni almashtirish, uni inkassatsiya qilish, inkassatsiya xarajatlari mavjud. Shu kabi ko'plab xarajatlarga ketadi olingan 1% komissiya. Tushunarli. Lekin bilishim bo'yicha mobil ilovalarda nafaqat xarajat, balkim foydalanuvchilar uchun qanaqadir bonuslar yoki o'tkazmalar o'rtasida ma'lum bir limitga ega bepul o'tkazmalarga ham sharoit yaratilgan. Shu bo'yicha ham ma'lumot bera olasizmi? Albatta, hozirgi kunda ko'pchilik banklar o'z mijozlari uchun qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida har xil bonus dasturlari, masalan, cashbacklar taqdim etishadi yoki bo'lmasa o'tkazma o'sha P2P amaliyotlardan kartadan kartaga pul o'tkazishda komissiyalarni arzonroq yoki umuman komissiyasiz qilib belgilashgan. Bundan ko'zlangan maqsad albatta banklar o'z mijoz bazasini kengaytirish, mijozlarga qo'shimcha qulaylik yaratish hisoblanadi. To'g'ri, bu yerda ham har bitta tranzaksiyadan to'lanadigan xarajatlari mavjud. Bank o'zini hisobidan qoplaydi. Lekin o'sha mijozlar qanchalik ko'p mijozga bank xizmat ko'rsatsa, shunchalik u mijozlardan foyda olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bilishimcha Hayot bankda ham bunaqa bepul limitlar belgilangan. Ha, Hayot bankda ilovasida ham istalgan kartadan, istalgan bank kartasidan Hayot bankda ochilgan istalgan kartaga yoki hisob raqamiga o'tkazish tekin qilib qo'yilgan. Boshqa yo'nalishlardagi boshqa bank kartalariga pul o'tkazish o'sha 0.5% gacha belgilangan. Va bu kabi amaliyotlarni boshqa ko'pchilik banklar ham taklif qilishyapti. Hozirgi beradigan savolim shu ko'pchiligiga qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, dunyoda qanaqa noodatiy to'lov turlari mavjud? Eshitganmiz, uzuv yordamida yoki telefon, bu hech kimni hozir bu narsa bilan lol qoldira olmaymiz. Qanaqadir yangi turlari yana chiqqanmi? Albatta. Asosan ular biometrik ma'lumotlarga bog'liq bo'ladigan tranzaksiyalar. Birinchi u Face ID, ikkinchisi Xitoyda va Rossiyada yangi chiqqan to'lov amaliyot turi bu kulish asosida o'tadigan amaliyot. Uchinchisi u kaft orqali amaliyot oshirish tranzaksiya. Ya'ni men magazinga kirib, kulsam, ularni monitoriga qarab to'lov o'tadi yoki kaftimni qo'yishim mumkin. To'ppa-to'g'ri, u tranzaksiya aslida karta tranzaksiyaga o'xshaydi, chunki biometrik ma'lumot bankda saqlanadi va o'sha biometrik ma'lumot sizni hisob raqamingizga bog'lanadi. Kartani o'rniga biometrik ma'lumotni ishlatadi. Va Bezat aka,
siz bank faoliyatingizda eshitib kelgan bo'lishingiz mumkin ko'p foydalanuvchilar mijozlardan tarqaladigan noto'g'ri fikrlar bank va moliya to'g'risida. Shular bo'yicha bizga ayta olasizmi, ko'proq nima eshitgansiz va nima uchun u noto'g'ri yoki yolg'on? Endi bu tushunchalar eng keng tarqalganlardan biri bu bankka pul qo'yish masalasi, ya'ni omonatga pul qo'yish. Ya'ni pul qo'yishga odamlar qo'rqishadi. Ayniqsa bizda O'zbekistonda odamlar bankka pul qo'ygandan ko'ra uyda saqlashni afzal ko'rishadi. Lekin bankka pul qo'yish bu xavfsiz. Ya'ni banklar tomonidan qonunchilikka asosan, ya'ni hozir 19 fevral 2025-yildan qonunchilikka o'zgartirish kiritildi. O'sha banklardagi omonatlarni himoya qilish to'g'risida. Ya'ni o'sha oldin bu paytgacha bu bankka qo'yilgan omonatlar 100% kafolatlangan bo'lsa, hozirgi kunda 200 million so'mgacha har bitta bankda, bitta mijozdan 200 million so'mgacha omonatlar kafolatlanishi belgilab qo'yildi. Hozirgi kunda bu qonun talabini ham ko'pchilik noto'g'ri talqin qilgan holda o'sha noto'g'ri tushunishyapti. Shunga tushuntirish kirib o'tib ketadigan bo'lsak, omonatlar, banklardagi omonatlarni kafolatlash agentligi tashkil qilingan va ushbu agentlik tomonidan har bitta mijozdan 200 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'lari, ya'ni omonatlar kafolatlanadi. Ya'ni o'sha bankrot bo'lganda, bank yopilganda yoki litsenziyasi o'lganda, o'sha faoliyati tugatilgan taqdirda bankdagi omonatlarni 200 million so'mgacha bo'lgan qismini o'sha agentlik tomonidan kafolatlanadi. Agar undan 200 milliondan oshiq summa bo'ladigan bo'lsa, unda bankni o'zini majburiyati hisoblanadi uni qoplab berish. Ya'ni bank o'sha likvidatsiya jarayonida, ya'ni bank tugatilish jarayonida o'zini aktivlarini hisobidan bu omonatlarni qoplab berish majburiyati yuklatiladi. Ayrimlarni moliyaviy bilimlar yetarli bo'lmaganligi hisobiga bankka qo'ysam keyin qaytarib ola olmayman degan tushuncha shakllangan. Bu o'sha aytib o'tganimdek qonun talabidan kafolatlangan. Bugun biz UzCard tizimi qanday ishlashi, nima uchun to'lovlar va tranzaksiyalar o'zini komissiyasiga egaligi va bu uni ajralmas qismi ekanligi to'g'risida bildik. Bankomatlar, kartalar, terminallar turlari va ko'plab qiziqarli savollarga javob oldik. Bu uchun mehmonlarimizga katta rahmat. Sherzod aka, Bekzod aka, sizlarga mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman va videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va video yoqqan bo'lsa yaqinlaringizga ulashing. Tez orada ko'rishguncha rahmat.